Siz haqingizda 100 ta fakt. Qani ketdik. 77% ehtimollik bilan siz o'g'il bolasiz. Tanangizdagi qon bo'lmagan yagona qismi bu ko'zingizning pardasi. Sizning miyangizning sig'imi 4 terabaytdan oshiq. Kameradan ko'ra oynadagi ko'rinishingizni yoqtirasiz. O'ng o'pkangiz chapga qaraganda ko'proq havoni ushlab turadi. Aksirganingizda tanangizning barcha funksiyalari, hatto yurak ham to'xtaydi. 900 ta qalam yasash uchun yetarli uglerodingiz bor. Siz bir nechta butunliklarni o'rnatasiz, lekin ularni doimo o'chirib qo'yasiz. 90% holatda hojatxonada telefoningiz bilan o'tirasiz. Telefoningizni unutganingizda turli xil yozuvlarni o'qib o'tirasiz. Siz telefoningizdagi soatga qaragansiz, lekin 1,5 daqiqadan keyin uni unutib, yana qaragansiz. Burningiz bitib qolganda nafas olish qanchalik ajoyib ekanligini eslaysiz, lekin siz buni qadrlamaysiz. Yotishdan oldin turishga qancha vaqt qolganligini hisoblab chiqasiz. Tanangizda 206 ta suyak mavjud. 10 milliondan ortiq rangni ajrata olasiz. Tanangizning 60% suvdan iborat. Siz muzlatgichni ochib, ichida biror narsa bor yo'qligini tekshirib, hech narsa olmasdan yopgansiz. Hozirgi ko'rayotgan videoga like ham bosmagansiz. Uyqudan ko'zingizni ochishingiz zahoti telefoningizni olasiz. Birinchi bo'lib Telegram va Instagramga kirasiz. Qandaydir muhim voqeadan oldin uxlay olmagansiz. Ijtimoiy tarmoqlarda yoshingizni boshida noto'g'ri qo'ygansiz. Pomidorlik sokini yomon ko'rasiz. Siz 1,5 daqiqa vaqtingizni ushbu videoni tomosha qilishga sarfladingiz. Sizning yog'ingiz 7 bo'lak sovun tayyorlashga yetadi. Uyqudan to'ymaganingizda yana 10 daqiqa uxlab olay deb 2-3 soat uxlab qolgansiz. Teringiz yuzasida taxminan 1 trillion bakteriya yashaydi. Siz tushlaringizning 90%ni unutgansiz. Qizarib ketganingizda oshqozoningiz ham qizarib ketadi. Siz uxlayotganingizda kichkina o'rgimchakni yutib yuborgansiz va buni o'zingiz ham bilmaysiz. Albatta hazil. Televizor pulti ishlamayotganida batareyasini chiqarib, qayta joylashtirib ko'rgansiz. Siz mening Telegram kanalimga obuna bo'lmagansiz. Qani buni to'g'rilash uchun hoziroq obuna bo'ling. Siz uchib ketayotgan samolyotni ko'rib, qayerga uchayotganini o'ylagansiz. Siz hozirgidan ko'ra ko'proq pul topishni xohlaysiz. Og'zingizda taxminan 40 mingta bakteriya mavjud. Telefoningiz quvvati 1% qolganda sehrli tarzda uzoq ishlaganiga guvoh bo'lgansiz. Biror kinoni oxirigacha ko'rmasdan voqealarni o'zingizcha taxmin qilgansiz. Yoningizda ketayotgan odamdan o'tib ketish uchun yurish tezligingizni oshirasiz. Biror narsani yo'qotib, oxirida u qo'lingizda turganligini bilib kulgansiz. Kayfiyatingiz yo'q bo'lganida siz qisqa iboralar bilan javob berasiz. Siz ingliz tilini bilmasdan inglizcha qo'shiqlar yodlagansiz. I put my armor on, show you how strong I am. Siz yogurt qog'ozi toza bo'lishi uchun uni ehtiyotkorlik bilan ochishga uringansiz. Eng yaqin do'stingiz bilan tushgan rasmlaringiz juda ham kam. O'yin o'ynagan vaqtingiz o'zingizni streamer deb tasavvur qilgansiz. Men birinchi bo'laman deb o'ylab, soat 8:00 da bankka kelgansiz, lekin baribir birinchi bo'lmagansiz. Koronavirus bo'lgansiz, teshik paypoq bilan yurgansiz, o'zingizni Google dan qidirgansiz, predmetlar bilan gaplashib ko'rgansiz. Siz shartnoma shartlarini hatto o'qimasdan qabul qilasiz. Idish-tovoqlarni yuvishga juda erinasiz. Bolalikda ota-onangiz obedda uxlashga majbur qilgan. Uxlab qolish uchun devorga qarab yotgansiz. Siz uxlashdan oldin juda zo'r hayotni orzu qilib yotasiz. Tasodifan musiqani baland ovozda yoqib, atrofdagilardan uyalib qolgansiz. Tug'ilgan kuni bilan hammani deyarli bir xil shaklda tabriklaysiz. Agarda hozirgi aqlim bilan maktabga qaytsam, hammani qoyillatardim deb o'ylagansiz. Nonushta qilayotganingizda televizor yoki YouTube videolarini qo'shib qo'yasiz. Telegramda xomush yuzingiz bilan kulguli stikerlarni yuborasiz. Telefonda uzoq vaqt gaplashib yurganingizda butun uyni aylanib chiqasiz. O'zingizning ovozingizni yomon ko'rasiz. Sizga biror narsa tushuntirilganda, siz hamma narsani tushunganingizni aytasiz, lekin hech nimani tushunmagan bo'lasiz. Miyangizda taxminan 86 milliard neyron mavjud. O'zingizni yaqin insoningizni aldagansiz. Umringiz davomida bir marta bo'lsa ham tirnog'ingizni tishlagansiz. Uydagilaringizning oldida adashib so'kinib yuborgansiz. Qimmatga kiyim sotib olib, uydagilarga narxini kamaytirib aytgansiz. Bir marta bo'lsa ham saqichni yutib yuborgansiz. Cho'milishga erinib, ko'chaga chiqmagan kuningiz ham bo'lgan. Tanangizda taxminan 5 litr qon mavjud. Qoningiz har 60 soniyada butun tanangizni aylanib chiqadi. O'rtacha kuniga siz taxminan 23 ming marta nafas olasiz. Sizning tanangizda 50 litrlik bochkani to'ldirish uchun yetarli miqdorda suv bor. O'qituvchi doskaga kimnidir chiqarmoqchi bo'lganida
o'zingizni juda band qilib ko'rsatgansiz. Matematika darsida misolning javobini bilsangiz ham doskaga chiqishdan qo'rqib turgansiz. Darsdan bir marta bo'lsa ham qochgansiz. Ovqat pishirayotganingizda siz ko'rmas tomoshabinlaringizga ijodiy oshpazlik jarayoni haqida gapirib bergansiz. Buni zararligini bilib ham ugrilaringizni juda ko'p siqqansiz. Siz gaplashishni istamagan odamdan xabar kelsa, uni ignor qilasiz. Telegramda ikkita pitichka qilmasdan maxfiy o'qiysiz. Yotib telefon ishlatganingizda telefon betingizga tushib ketgan. Xonangiz juda jimjit bo'lib ketganda televizorni shunchaki yoqib qo'ygansiz. Kechasi hojatxonadan yotoqqa turbo tezligida yugurgansiz. Biror voqea bo'lganida oldin ham bu voqea bo'lgandek tuyulgan, lekin aniq eslolmagansiz. Uzug'ini barmog'ingizdan chiqara olmay qolgan vaqtingiz ham bo'lgan. Film tomosha qilib turganingizda o'zingizni bosh qahramon deb tasavvur qilgansiz. Miyangiz umumiy tana vaznining taxminan 2% ni tashkil qiladi. Suvsiz bir necha kun, ovqatsiz esa bir necha hafta yashay olasiz. Qo'shiq eshitishni yoqtirasiz, mushuklarni yaxshi ko'rasiz. Siz ketma-ket 3 martadan ortiq aksirgansiz. Bir kecha uxlamagan kuningiz bo'lgan. Oyoqingizni chiqarib uxlaganingizda arvohlardan qo'rqgansiz. Oyoqingizni yopganingizda esa isib ketgansiz. Videoni boshida like bosishni so'ragan bo'lsam ham haligacha bosmagansiz. Yoshligingizda maktabga bormaslik uchun o'zingizni kasaldek tutgansiz. Darsdan keyin qolasan degan gapni eshitib, uydagi rejalaringizni ichingizda o'zgartirgansiz. Biror restoran yoki kafega borganda menyuni uzoq o'qib, baribir odatdagi ovqatni buyurtma qilgansiz. Internetingiz o'chib qolsa, galereyadagi rasmlarni ko'rib chiqasiz. Agarda millioner bo'lib ketsam, butun umr ishlamayman deb reja qilgansiz. Siz bu videoni 90% ehtimol bilan telefonda ko'rdingiz. Do'stlar, ushbu faktlardan taxminan necha foizi to'g'ri chiqdi? Kommentariyaga yozib qoldiring va keyingi video nima haqida chiqishini ham kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va keyingi videolarni kutib qoling. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog', salomat bo'ling.